Salam dostlar, hazır vaxtınlar xeyirlik olsun. Benim ismim Muzaffer. Muş yaqın yaqı nurgun dostlarımızdan öz yaxtırdığan roman, hikaye, şiirlerini deklamasiya qilib, oqub, bizden huzurumuzga sungan faaliyetinden nayet hoş buldum. Şu men şu faaliyetning türkisida kitap degan nima, kitap o'qish odatini qanday yetildirishimiz kerak, kitap bizga nimaga erishtirdi degan temada bir video ishildim. Hammalarni yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Unda qolsa bu videoni boshlashdan burun mening YouTube kanalimga ergashmagan bo'lsangiz yoki abone bo'lmagan bo'lsangiz, shu videoni o'ng tarafidagi abone bo'l deganiga bosib qo'ysangiz, kanalimga ergashgan bo'lsangiz, o'xshashdan bu videoda men bir faoliyat o'tkazishni o'ylashdim. Şu aldığımda ko'rgan jami 12 kitob kitap bor. Bu 12 kitob kitobni sizlarga sovg'a qilishni o'ylashdim. Videoning oxirida bu faoliyatning mazmunini sizlarga deb berman. Aştan qarta bu kitaplarga erisha olasiz. Shunga oxirigacha ko'rishingizni umid qilaman. Kitap deganimiz bir zaman mashinasi. U bizni 100 yil, 1000 yil burungi vaqtlarga olib boradi. O'xshashdan bizga 100 yil, 1000 yil keyingi kelgusini ko'rsatadi. Sizga hozirgi zamonni texmi tushunishli shaklda ko'rsatib berdi. O'xshashdan siz yashay olmaydigan bir hayot haqida so'zlab berdi. Kitap bizga ayollarni, erlarni, bolalarni, qiyirlarni, hamjinslarni, boylarni, kambag'allarni, siyosatchilarni, dindorlarni, kashfiyotchilarni, shunga o'xshash butun mazmunlarni bizga ko'rsatib va tushuntirib berdi. O'xshashdan sizga son sifirlarni berdi va haqiqatlarni ko'rsatib berdi. Va yolg'onlarni aniqlab berdi, tarixni tushuntirib qo'ydi, kelgusiga faraz qildirdi. Bir donliq odamning ta'sir kuchini oid yuqori bir odamning hayotini tushuntirib bergan bir kitobni va bu odamning hayotida nimalarni o'rganganligi, qanday hayot tajribasining bo'lganligi mazmundagi bir kitobni faqatlam 10 yoki 20 liraga sotib olasiz. Lekin 20 liraga siz ma'lum bir oshxonada to'yg'idek tomoq yeyolmaysiz. Hayot mushunda tanlashlar bilan zinnatlangan. Bizning birdan-bir masalamiz bo'lsa, savrchanlik va harakatga o'tmak. Her yıl dünyadaki en boy, en güçlü insanlarning tizimligi nashr qilindi. Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk degandek her vaqt anglaydigan ismlar. Bu insanlarning nima ish qilganligini, qanchalik boy ekanligini, ta'sir kuchining qanchalik cho'ng ekanligini asosiyatdan hammamiz bilamiz. Bularning hammasining birdan-bir o'rtaq tarafini bilamsiz. Bular sizning tasavvuringizning alqagan shaklida kitob o'qiydi. Kitob o'qishga o'zining eng qimmatli vaqtini chiqardi. Warren Buffett her qitimliq ziyoratida o'zining vaqtining 180 qismini kitob o'qib o'tkazganligini so'zlaydi. Warren Buffett bo'lsa dunyoning eng cho'ng paychek va mablag' silish direktori. Har kuni milliard dollarlik pullar bilan aplashadi. Sizcha kitob bu insonga nima erishtirdi? Bu odam to'g'risida ayrim bir video ishlayman. Shu vaqtda texim yaxshi tushuntirib, texim yaxshi tunishtirib qo'yman. Hazır dünyanın texnologiyasi bilan raqobat qilayotgan, insonlarni tashqi planetda yashashga bel bog'lagan Elon Musk boshlang'ich va o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larida o'zining maktabidagi kutubxonasining butun kitoblarini o'qib bo'lib, maktab mudiriga kutubxonaga yangi kitob olib kelish to'g'risida maktub yozganligini bilamsiz. O'xshashdan Elon Musk to'g'risida ayrim bir video ishlayman. Shu vaqtda bu odamni texim yaxshi tushuntirib, texim yaxshi tunishtirib qo'yman. Unda bo'lsa ilmiy tadqiqotga asosan doim kitob o'qishning sizga sungan alohidligini deb beray. Birinchisi, kitob o'qish besimni azaytadi. Ikkinchisi, uyqusizlik odati bo'lganlar uchun eng yaxshi uyqu usuli o'qish. Uchinchisi, kitob o'qish sizning esdashligingizni kuchaytiradi. Biz o'qigan kitoblardagi personajlarni o'zimiz bilan selishtirib, ularga esdashlik qilamiz. To'rtinchisi, kitob o'qish miyamizning iqtidorini tezlatadi. Beşincisi, shaxsiy taraqqiyot va strategiyalik kitoblarning tushkunlikdagi kishilarga foydali ekanligini ko'rsatib berdi. Oltinchisi, kitob o'qish sizni texmi jalbkor qildi. Aqlli bo'lish jalb qilish kuchining eng muhim omillaridan birisi. Yettinchisi, kitob o'qish hayotdagi qiyinchiliklarga texmi yaxshi taqobil turishingiz uchun sizni kuchlantirdi. 8-chi, kitob o'qiydigan insonlar texmi ijtimoiy. Kitap o'qishni yaxshi ko'radigan insonlarning o'xshamagan madaniyatdagi kishilar bilan texim yaxshi aloqa qila oladiganligini ko'rsatib berdi. 9-chi, kitob o'qish esda tutish qobiliyatini kuchlantirdi. Har qitim kitob o'qigan vaqtingizda miyingizni taraqqiy qildirsiz. Cho'ng miyadagi faoliyatlarning ostilishini azaytirganligi isbotlangan.
10-si kitob o'qish bizning texim yaxshi yezishimizga turtki bo'ldi. O'xshamagan yozuvchilarning kitoblarini o'qigan vaqtimizda o'xshamagan yoziqchilik uslublarini ko'ramiz. Qanchalik ko'p o'qisak bizning yezish iqtidorimizmi shuncha kuchlanadi. 11-kitob o'qish bizni texim ochiq yo'riq va do'stona qildi. Kitob o'qigan kishilarning texim ochiq fikr qila oladiganligini ko'rsatib bergan. Bundoq bo'lganda ular texim ko'p kishilar bilan do'stlasha oladi. 12-chi o'qish bizga texim yaxshi anglashni yutadi. Kitob o'qiydigan insonlar kitob o'qimaydigan insonlarga qaraganda texim yaxshi anglag'uchi ekanligi isbotlangan. 13-chi kitob o'qish bizga dunyoni texim aniq ko'rsatib berdi. Unda bo'lsa, kitob o'qish odatini qanday yetildirishimiz kerak? Kitob o'qishni o'zimizga odat qilgan vaqtimizda so'z iqtidorimiz eshishga boshlaydi. Siz ishlatadigan so'zlarning sonining eshishiga ergishib, dunyoga bo'lgan ko'z qarashingiz o'zgarishga boshlaydi va tasavvur iqtidoringiz eshishga boshlaydi. Unda bo'lganda siz o'xshamaydigan bir insonga o'zgarasiz. Bularni vujudga chiqarishingiz uchun birdan-bir qiladigan ishingiz kitob o'qish. Bir mahoratni, bir odatni yetildirishimiz uchun hamisha eng oson usuldan boshlashimiz kerak. Agar eng qiyin yo'ldan boshlasak, biz bu ishga odatlanib bo'lmaylam, zerikib qolamiz. Siz kitob o'qishga boshlab va zerikkan vaqtingizda sizga mos kelmaydigan va sizga ta'msiz kelgan kitoblar bilan boshlagan bo'lishingiz mumkin. Tili og'ir, texnikalik atalg'ular nihoyat ko'p bo'lgan kitoblardan boshlagan bo'lishingiz mumkin. Shunga kitob o'qishga boshlagan vaqtimizda oldi bilan sizni qiziqtiradigan va sizni jalb qila oladigan kitoblar bilan boshlashingiz kerak. Tarixiy roman bo'lamdi yoki oshiq hikoyasi bo'lamdi va hatto bir ajibiy rasmlik yumor kitoblari bo'lsa-mu bo'laverdi. Sizni hayajonlantiradigan roman yoki hikoya qandoqlan bo'lmasin sizni maftun qila olish kerak. Kitob o'qiydiganlarning bir qoidasi bor, bularni sizlarga deb beray. Agar bir kitobni o'qib 50 betgacha sizni o'ziga torta olmasa, bu kitobni qo'yib qo'ying va boshqa bir kitobni o'qishga boshlang. O'zingizni qiynashingizdan yoki o'zingizga bisim qilishingizdan hech qanday hojat yo'q. Har kuningizdan 20 minut vaqtini va yoki yarim soat vaqtini kitob o'qishga bag'ishlashingizni umid qilaman. Chunki siz bu har kun ayirgan yarim soat keyin sizga nihoyat ko'p narsalarni sunadi. Sizni kundan kunga kuchlantirdi. Agar 40 kun mushu shaklda davom qilsangiz, buningdan keyinmi bilib bilmay bir odatingizga aylanib qolganligini o'zingizmi bilmay qolsiz. Bir kitobni tugatgan vaqtingizda o'zingizni rag'batlantirishingiz uchun bu kitobni ijtimoiy taratqularda ham bahrilang. Kitobni siz yoqtiradigan bir jumla yoki bir so'z bilan yoki sizga ta'sir qilgan bir so'z bilan birlikda Instagram yoki Facebookda ham bahrilang. Bu ijtimoiy detallarda o'zingizga ayrim bir list qilib, o'zingizdan o'qigan kitoblarni to'plab ko'ring. Bu sizning tanga yig'ilgan bir qutiga o'xshash to'shqazgancha sizni xushal qiladigan va rag'batlantiradigan ishlardan birisi. Hozirgacha nurg'ulg'an insonlar bilan tanishdim. Kitob o'qigan va kitob o'qimagan insonning farqi nihoyat cho'ng bo'ldi. Kitob o'qigan bir inson ishlarni boshqacha baholaydi va boshqacha tafakkur qildi. Ishlatadigan so'z jumlalardan tortib o'xshashmaydi. O'xshashmaydigan ko'z qarashlarni o'ttirib qo'ya oladi. Biz hayotimiz ko'rgan nurg'ulg'an danglik va hurmatga sazovor insonlar bor. Bularning nutqlarini va so'zlarini anglab yiqing. Qandoqsiga shuncha jo'shquluq va boshqalarga ta'sir qila oladigan shaklda so'zlay oladi. O'xshashdan bularning qoyil qilish iqtidori nihoyat yuqori. Bizning bu nihoyat danglik va o'tkir qalamshunoslarimiz bor va bizga nihoyat ko'p yaxshi asarlarni qo'yib qo'yib ketdi. Biz faqat shularning ham asarlariga boqivanda bo'lib qolmaylik. Bizmi ta'sir kuchi bor insonlardan bo'laylik va avlodlarimizga yaxshi asarlarni qo'yib qo'yib ketaylik. To'g'ri, bizning nihoyat ko'p tarixiy romanlarimiz bor. Ularni qadrlaymiz va beshimizdan ustiga qo'yamiz. Lekin bizning ko'pincha tarixiy romanlarimiz ichinishli fojialar va kulfatlar bilan o'tgan. Biz bu romanlarni ham o'qib, ta'sirlanib, azoblanib yurmay, boshqa millatlarning va boshqa madaniyatlarning kitoblarini o'qib qo'yaylik. Mening tavsiyam eng muhimi o'zimizni kuchlantiradigan, o'zimizni taraqqiy qildiradigan strategik kitoblarni, tafakkur iqtidorimizni yuqori ko'taradigan kitoblarni ko'plab o'qiylik. Madaniyat sevgimizni tixim yuqori ko'taradigan va shaxsiy taraqqiyotimizni kuchlantiradigan kitoblar. Buning munosabatli kitoblarni sal turib sizlarga tavsiya qilaman. Shunga bugungi ishni ertaga qo'ymang. O'zingizga bir plan tuzing. Undaq bo'lsa, sizlarga kitob tavsiya qilishdan burun videoning eng beshida degandek bir faoliyatdan bor degandim. Sizlarga mukofotli faoliyati, ash mukofotli faoliyatini qilib o'taylik. Bu faoliyatning asosiy maqsadi bo'lsa,
Muş kitaplar 12 tal kitap var ya da 12 tal kitapni sizlarga sovg'a qilish. Bu faoliyat 12 tal kitapning jami betsanini qaysinglar to'g'ri topa olsanglar, mening YouTube kanalimdagi mushu videoning ostidagi inkas yozgan yerga mushu kitaplarning toplam betsanini yozib qo'ying. Siz to'g'ri topa olsangiz, masalan 4000, 5000, 6700 degandek bir bestan chiqishi mumkin. Men o'zim hisoblamadim. Shu toplam bestanini to'g'ri topa olgan yoki eng yaqin bestaniga yaqinlashgan odamga mushu kitaplarni adresiga yo'llab bermayman. Bu faoliyat asosan Turkiya ichidagi adreslarga avattalayman. Masalan, siz boshqa bir davlat bo'lib, shu davlatdan to'g'ri topa olsangiz yoki sizdan eng yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, siz Turkiyadagi bir do'stingiz yoki bir tuqqaningizga desangiz, men adresini avatib bersa, shu Turkiya ichiga men pochtadan uyga avatib berman. Bu 12 tal kitap nihoyatda yaxshi kitaplar. O'zimning o'qigan deganlik nihoyat obdan kitaplar var. Şuna bu kitaplarning toplam bestanini mening mushu videodagi inkas yozgan yerga yozib qo'ying. Bu faoliyat 5 kun davom etadi. 5 kun ichida yozib qo'ysangiz bo'ldi, qanchalik bestan ekanligini. Mening kanalimdagi mushu videoning ostiga yozsangiz, men u yerdan ko'raman. Andan keyin siz bilan aloqalashma, eng to'g'ri javobni topgan yoki eng yaqin javobni deganlarga aloqalashib, sizdan adresingizni so'rayman. Adresingizga mushu pochtadan uyingizga avatib beraman. Mening bu kanaldagi asosiy maqsadim butun dunyodagi eng to'g'ri bo'lgan, eng foydali bilimlarni sizlarga Uyg'urcha shaklda tushuntirish va sunish. Sizlarning mening bu kanalimni qo'llashinglarni, meni qo'llashinglarni, ko'plab tashviq qilib berishinglarni umid qilaman. Sizlardan bir pul talab qilmayman va yoki boshqa bir jihatdagi hech bir yordamlarni talab qilmayman. Uningdan sirt sizlarga qanchalik bera olsam, kuchimning yetkicha berishga tirishman. Shunga mushunga o'xshash har oyda men o'xshamagan faoliyatlarni o'tkazman. Asosiy kitob sovg'a qilgan, andan keyin naqd pul sovg'a qilgan musobaqalarni o'tkazaman. Onundan sirt ma'lum bir ashyo, ma'lum bir narsani sizlarga sovg'a qilganga, ashunga o'xshash bir faoliyat, andan keyin musobaqalarni qilman. Shuni texnik do'stlarimizga yetkazib qo'yishinglarni va mening kanalimni ularga tunishtirib qo'yishinglarni umid qilaman. Unda qolsa, men hozir tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitoblarning hammasi ekranda chiqadi. Siz bu kitoblarni to'rdan yoki bir kitobxonadan topa olasiz va setib o'qib baqsangiz bo'ldi. Nihoyat foydali bilimli kitoblar bu. Unda olsa, hammalarning bu videoni yoqtirib ko'rganinglarga rahmat, xayr xo'sh.